Thank you very much. Yeni düşünce ilk 3 yıldan beri Özbekistan'da hizmet kılıp Kürdün halkıya özünün kadınların bileğini bir yaptı. Ama ben 52 yaş hem bir şey sevmezsin. Yüzge kerisini taraftarımız. 100. Şu yıllar davamında bizi Surxondaryoning yoshlarga bilim berishdan charchamasin. Biz shu endi o'rganib qoldik, shuning uchun jamoamizning haqiqiy a'zosi. Shuning uchun kerak bo'lsa yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lsin, yaxshi kunlarimizda har yonimizda turibdi. Kecha to'yimizda jamoamizga kirishganini bildirdik. Sizga katta uzun zakon sog'lik, ishlaringizga rivoj, o'zingiz shu yerda bizning bolalarimizga ta'lim bersa davom etavering. Biz sizni yana bir marta 52 yoshingiz bilan tabriklaymiz va eng yaxshi tilaklarimizni hammasini sizga Thank you.